66 masala. DNKda 1000 ta nukleotid bo'lib, birinchi zanjirida 120 ta adenin, 80 ta guanin, 180 ta timin bor. DNKdagi sitozinlar sonini aniqlang. DNKda jami 1000 ta nukleotiddan iborat bo'lsa, birinchi zanjirda 120 ta adenin, 80 ta guanin va 180 ta timin nukleotidlari bor. Ikkinchi zanjirda timinlar 120 ta, sitozinlar 80 ta, adeninlar 180 ta tashkil qiladi. Va bu yerdagi jami aniq nukleotidlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, 760 tani tashkil qiladi. Jami 1000 ta nukleotiddan 760 ta nukleotid ayirib tashlaydigan bo'lsak, 240 ta nukleotidlar qoladi va bular guanin va sitozinlarning yig'indisi. 240 ta 2 ga bo'lsak, 120 tadan qoladi. Bu yerda sitozinlar soni 120 ta, ikkinchi zanjirda 80 ta sitozinlar bor. Ikkalasini qo'shib olsak, jami 200 ta sitozin bo'ladi. A javob.